Uylanmayman dedim, men hali o'qib karyera qilishim kerak. Men ham hammaga o'xshab kelin qilgim keladi. Uy ishlarini hammasi o'zimga qolib ketgan. Ana unda ukamni uylantiringlar. Voy, sendan oldinmi? Odamlar nima deydi? Hech nima qilmaydi. Kaptarchan, Bulgiti. Chumchuqchan. bulbulchan. Uzr, qarg'a o'tib ketsin. Voy o'ling. Alo. O'rta maqir nima meni gruppadan chiqarib yubordilaring? Menga bash telefon qilmagan. Sen 2002 dan sharmanda qilding, kim u? Voy dadasi, to'xtab turing. Voy sizlar bo'la qolinglar endi. Oyi qatga? Bolam bugun ovqat qilmadik. Hamma xotini bilan kafeda ovqatlanib keladigan bo'ldik. A? Manchi. Voy sam, tuxum qovurib yeb olaqa. Oyijon, mama musuri ko'tara olmayapman. Yo'q-e, eringiz qayerda? O'g'lingiz kechasi bilan uxlamaganlari uchun charchab uxlab yotibdilar. A unda qaynakangiz qayerda? Ular ham kechasi bilan dars qilib chiqqanlari uchun charchab uxlab yotibdilar. A unda qaynakangizni uyg'oting, qarashvoradi. Sardor aka siqilavermang. Odamlar gapiraveradi. Ularga umuman e'tibor bermang. Sizni faqat men tushunaman. Rahmat, Xonzo, bor ekansan-u. Bitta nomer beraman. Shunday yozib oling. Aha. Aytur. Nechi? 93lik. Meni aytsangiz o'zi biladi. Aha. Kim bu? Tanishim. Nomeradin urolog. Oyi, men gapinglarni o'ylab ko'rdim. Haqiqatdan ham sizga bitta yordamchi kerak ekan. A mana kelin oldik-ku, hamma ishlarimni qo'limdan oldi, baraka topsin. Rahmat oyijon. Ha, to'g'ri, aytmoqchimanki, meni ishim, karyeram ham bo'laveradi. Endi sekin oila qurib, to'y-po'y qilib. Nima? To'y? Shuncha yiqqat terganimizga ukangni uylantirib bo'ldik. Endi 5-6 yil umuman to'y qilmaymiz. A?